Meni onam hamma o'yinlarimda qatnashgan. Maktabda biz futbol o'ynaganimizda u meni har doim tribunadan qo'llab-quvvatlagan va biz hujumga o'tganimizda men to'pni qabul qilganimda onam "Bo'la qol, Mark ularga ko'rsatib qo'y" deb baqirardi. Men esa "Yo'q, xudoyim". Keyin esa tanaffus paytida biz jamoa bilan muloqot qilamiz. Yigitlar mendan so'rashdi: "Mark, bu kim, sening onangmi?" Men esa "Yo'q, qo'ysangizchi, bu ayolni umrim ilk bor ko'rishim." Keyin tushundimki, bu onamdan katta sovg'a edi. Bu ishonch, u menga ishonar edi. Bilasizmi, shunday gap bor. Menga o'z do'stlaringni ko'rsat va men seni kelajagingni ko'rsataman. Men esa omadsizlar bilan do'stlashdim va meni kelajagim to'pga g'arq bo'ldi. Men bolaligimdagi orzu qilgan hamma narsalardan voz kechdim, omadsiz do'stlarimni deb. Esimda, do'stlarim bilan kechki soat 3da mashinada sayr qilib yurgan edik. Keyin uyimni oldiga yaqinlashib keldik. Keyin do'stlarim gapirishdi: "Mark, seni derazang chirog'i hali ham yonib turibdi." Men esa "Jin ursin, onam meni hali ham kutib o'tiribdi. U o'z o'g'lini tirikligini bilmaguncha uxlashga yotmaydi hech qachon." Men ichkariga kirib uni uchratganda u mendan so'radi: "Mark, kuning qanday o'tdi?" Men aytdim: "Hammasi yaxshi ona, biroz charchadim, uxlamoqchiman." U menga javoban: "Mark, sen kun bo'yi uyda bo'lmading, hech bo'lmasa hozir sen bilan gaplashsam bo'ladimi?" Men esa: "Meni tinch qo'y, aytib bu charchadim" deb. Keyin xonamga eshikni qattiq yopib kirib ketdi. Menga ishongan yagona odamga. Esimda, wrestling bilan shug'ullangan paytimda Yaponiya turnirida edik. Keyingi turnirdan so'ng men mehmonxonaga borib uxladim. Taxminan soat 2da meni xonani taqillatishdi. Men to'shakdan turib, eshikni ko'rish teshigiga qaradim va u yerda yaponiyalik promouter turar edi. Men eshikni ochdim va u menga: "Mark, senga uydan qo'ng'iroq qilish shoshilinch ekan" dedi. Men esa pastga tushib telefon olib so'radim: "Nima yuz berdi?" "Mark, biz qanday aytishni ham bilmaymiz. Shunchaki ayting." Uni o'zi ko'z yoshi to'kmoqda. Menga javoban: "Mark, biz juda ham afsusdamiz." Men esa: "Shunchaki javob bering." Va shuni eshitdim: "Mark, seni onang olamdan o'tdi." Men tezda telefonni tashlab ko'chaga yig'lab yugurib chiqib ketdim. Ko'chada hech kim yo'q edi. Na avtomobil, na odam. U kerosinda edi va bu yo'lning o'rtasida turardi. Men o'sha payt osmonga qarab: "Ona, men afsusdaman, meni kechiring" deya. Men uyda dafn marosimiga kelganimda men shunchalik hayajonlanardimki, hatto qabr ostiga kela olmadim. Men uzoq vaqt onamni uzoqdan kuzatib turdim. Men turib o'ylardim: "Ona, iltimos, turing, iltimos uyg'oning." Keyin o'zimda jasorat topib ularning oldiga yaqin borganimda onamni xuddi ilk marotaba ko'rgandek bo'ldim. U juda ham chiroyli edi. Oppoq kiyinib olgan. U xuddi farishtaga o'xshar. Keyin egilib: "Ona, siz meni qahramonimsiz. Kimga aylangani va nimaga ishonishim hammasi sizning sharofatingiz bilan. Siz menga ishongan yagona odamsiz. Men sizga qo'pol munosabatda bo'lsam ham meni yoqtirar edingiz. Har xil bezorilik yomon ishlar qilsam ham meni baribir yoqtirar edingiz. Siz xohlagan narsa shunchaki men bilan gaplashish edi. Hozir men siz bilan gaplashish uchun borimni ham bergan bo'lardim. Men qanday odam bo'lganimni ko'rishingizni xohlardim. Men yaxshi o'g'il bo'lmaganim uchun afsusdaman." Bilasizmi, hamma narsa bizning tanlovimizga bog'liq. Agar siz omadsiz odamlarga qo'shilishni tanlasangiz, vaqtingiz o'zingiz kelmasangiz, siz hayotingizni buzgan bo'lasiz va men bu yerda sizlarga va'zlar o'qish uchun kelmaganman. Men bu yerda sizlarga boshdan kechirganlarimni aytish uchun, hayotimni deyarli barbod qilganimni aytish uchun kelganman. Bunday tanlov faqat singan yuraklar, buzilgan munosabatlar, buzilgan orzular va o'lim. Nima uchun? Bizni bir muddat maza qilish uchunmi? Agar sizning onangiz va otangiz bo'lsa, ularning oldiga boring-da, ularni qanday qattiq his ko'rishingizni ayting. Oldin meni hayotim boy, mashhur, zo'r odam bo'lish edi. Men millioner bo'lishim kerak. Men hammadan zo'rroq bo'lishim kerak. Men hammani yutishim kerak. Mana shu asosiy narsa edi. Meni xotiram oilam ikkinchi o'rinda turardi. Nima uchun? Bu olamda yagona hech kimga kerak emas bo'lib qolish uchunmi? Yaxshi, men bu hayotda nima muhimligini tushunib yetdim. Yaxshi tushunib yetdimki, oila bu muhim sovg'aligini va shunchalik tez shu sovg'ani yo'qotish mumkinligini. Men endi kelajak rejalar bilan yashamayman. Men hozirgi paytda yashayman. Esda tuting, cho'ntagingiz nima borligi muhim emas. Yuragingizda nima borligi muhim.